Gulni asramoqni istardi tikon, gul esa izlardi o'zga bir makon. Siz ayollar, ba'zilaringiz ba'zida tikalanzor, changalazorda, bir chakalakzorda yashayotgandek his qilasiz o'zingizni. Juftingiz, juft halolingiz, yoringiz siz uchun qo'pol, dag'al, badjahl, qattiqqo'l. Aksar holatda esa aksaringiz xohlamagan darajada o'ta yaxshicha. Shunday holatda o'zingizni qanaqadir mazlum, uni esa zolim chiqarishga shoshib qolmang. Chunki ba'zida biz talpinganlar emas, biz bezigan insonlar bizga ko'proq mehribon, bizni ko'proq yaxshi ko'radilar.